Abu Hadidning hovlisiga kirdim. U yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak oyoq kiyimlarini ko'rdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shippaklarini ko'rinishi. Shippakning old tomoni egri shaklda edi. Barmoqni turli tosh yoki narsalar tegishidan himoya qilish uchun. Shippakning orqa tomonidagi tasma tovonni qattiq quchoqlab turgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tovonlari sergo'sht bo'lmagan. Ibn Abbos roziyallohu anhuma shunday dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oyoq kiyimlarining har birida 2 tasma bor edi. Bir tasma bosh barmoq bilan yonidagi barmoq o'rtasida turar edi. Ikkinchisi o'rta barmoq bilan yonidagisining o'rtasida turar edi. O'sha 2 tasmaning 3 kelib qo'shilgan qadam yuzidagi ko'ndalang tasma ham bir juftdan edi. Imom Termiziy rivoyati. Sandal ya'ni shippakning o'rtasi tor, lekin 2 uchi keng edi. Sahobalar ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oyoq kiyimlariga o'xshash shippak kiyishni yaxshi ko'rardilar va oyoq kiyimlarini shunday qilib olardilar.